Nega ayrim erkaklar turmush o'rtog'idan qoniqmaydi? Ya'ni nima deydi, har xil haqoratomuz so'zlar bilan nima sababdan, nima qilsa turmush o'rtoqlari eriga qanday harakatda bo'lsa, erlari to'g'ri munosabatda bo'ladi. O'sha to'g'risida ham ozgina tushunchangizni bilmoqchi edim. Endi erkak kishini haqorat qilishini men misol tasavvur qila olmayman. Agar Men ham o'sha fikringizga qo'shilaman-da. misol uchun agar turmush o'rtog'i haqorat qiladigan darajada agar o'zini turmush o'rtog'idan yomon munosabat ko'rayotgan ayol farzandlari uchun yoki qanaqadir bir kelajakdagi nimadirlar uchun o'zini majburlash kerak emas deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Men haqorat, urush tepishlar borku, men uni tushunmayman. To'g'risi aytsam, men o'zim oilamda ko'rmaganman yoki yaqinlarim oilasida ham ko'rmaganman. Eshitaman. Men o'zim kinolarimda unaqa darajada narsa syomka qila olmayman, chunki men uni ko'rmaganman. Men yo'q deb o'ylayman. Kimdirlar bor deydi, kimdir er uradi deydi, boshqa deydi. Misol uchun endi ichadiganlarni ham, chakadiganlarni ham ko'psini ko'rganmiz, unaqa qilganini ko'rmaganman. To'g'risi aytsam, endi bu oilani asrab haqqachadir olib borishni imkoniyati yo'q deb o'ylayman. Agar erkak kishi qo'l ko'taradigan darajaga borsa yoki erkak kishi ayoliga haqoratli gaplarni aytadigan bo'lsa, u unaqa odam bilan yashab nimadir topmaydi ayol deb o'ylayman-da. Endi bu meni shaxsiy fikrim, lekin